Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol beribdilar, bozorda meni bir yerim bor. Mana shu yerimni boshqa bir insonga ijaraga bersamu, bu inson mana shu meni joyimda sigaret, harom qilingan ba'zi videolarni ko'rsatadigan kasetalar va shunga o'xshagan shariatda harom qilingan narsalarni sotadigan bo'lsa, menga shu ishim joizmi? Gunohi menga ham yoziladimi deb so'rabdilar. Ibn Qaymiy rahimahulloh mana bu savolga javob berib aytganlarki, Alloh taolo oyatda va ta'awanu alal birri va taqvo, yaxshi va taqvo ishlariga bir-biringlarga yordam beringlar, va la ta'awanu alal ismi val udvan, tajovuzkorlik va gunohlarda bir-biringlarga yordam bermanglar deb aytgan. Shunga ko'ra mana bu bozordagi joyni boshqa insonga berishlik bilan so'ng esa bu inson o'sha yerda harom qilingan narsalarni sotishlikka biz yordam berib qo'ygan bo'lamiz. Shunga ko'ra bu ish nima? Gunoh bo'lib qoladi, gunohga biz sherik bo'lib qolamiz. Shuning uchun harom sotiladigan joyni, agar bir harom sotiladigan narsani biladigan bo'lsak, bu insonga joyimizni berishligimiz joiz emas bo'lib qoladi. Vallohu a'lam.